Xatlar yo'lida deb nomlangan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun biz ona qishlog'imiz, tug'ilib o'sgan yurtimizga kelib, bu yerda amalga oshirilayotgan yaxshi loyihalarni ko'rib yana ham xursand bo'ldik. Meni mana suhbatdoshim Azamat aka Ismoilov, Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan. Bu kishi bugun mana shu yurtga kelib, turkiyalik yirik investorlar bilan birgalikda mana bunday lavanda ko'chatlarini, turli xil dorivor giyohlarni yetishtirishga moslashgan tadbirkorlik ishlarini amalga oshiryapti. Bu boradagi ishlar haqida Azamat akani o'zidan bir batafsil fikrlarini tinglasak marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana lavanda bir yilda 2 marta hosil olinadi. Bu ko'pincha parfyumeriyaga, keyin choylarga, hozir ishlatiladigan podushkalarga, ko'p narsalarga ishlatsa bo'ladi. Lavanda bizda 80 gektar yerga mana ekilgan lavanda. Bolgarskiy va turetskiy. Bizning firmamiz Qo'shrabot rayonida joylashgan Alihan Agronik Agro LLC kompaniyasi. Xudoga shukr, mana mehnat qilyapmiz. Bu yerda pista ko'chatlarimiz bor. Bu yerda yuqorida ko'chatlarimiz tayyor. 280 ming dona bir 12 xil navdagi ko'chatlar tayyor. Keyin bodom 100 gektarda, yong'oq 100 gektar ko'chati tayyor ekilgan mahsulotlardan. Asosan lavanda ishlab chiqarish mahsulotlari bor. Bu yerda mana turetskiy lavanda bu tarafda tepalikda. Bu bolgarskiy производство. Kovrak bor, 5 gektar yerda kovrak ekilgan. Keyin 50 gektar yerimizda tayyorladik mahsulotlarni ekish uchun. Ko'chatlarni ko'chirib ekish uchun tayyorlaganmiz yerlarda. Sherda xolis ish bilan ta'minlangan. Ko'p kishi yerda mehnat qiladi. Rahmat qishloqda mehnatkash yigitlariga, qizlariga, oqsoqollari duo qilib turadi ishlarimiz yurishsin deb. Xudoga behso'z shukr mehnat qilishyapti. Hammasi Xudoga shukr yaxshi. Hozircha muammolar yo'q. Hammasi yaxshi. Bu bizning pista ko'chatlarimiz, tog'li hududlarga ham, o'zimizning to'g'ri yerlarga ham ogohlan eksa bo'ladi. 10 ming dona ko'chat bor bu yerda. Hammasi Xudo xolasa bahorda ekilsa bo'ladi, tayyorligi. Xudo xolasa bahorda ekmoqchimiz. 10 ming dona ko'chat bu territoriya bilan narigi territoriyada. Unga yerlarimiz ham tayyor. Xudo xolasa shaqqa ekamiz inshaalloh. Yaxshi ko'chatlar bular hammasi. Tog'li zonada ham, to'g'ri yo'llarda ham dalalarga eksa bo'ladi. Juda yaxshi chidamli pista ko'chatlari. Marhamat, ko'ringizlar. Basseyn suv zaxiralarimiz. Bunaqa basseyndan 5 ta bor. Bu sug'orish sistemamiz tomchilash uslubida tashkil topilgan. O'shaning uchun suv zaxirasi bo'lish bizda juda muhim narsa o'ynaydi, katta rol o'ynaydi. Suv sistemasi, chunki hammasi kapli tufayli suv yetkazilib, sistemalar tufayli suv beriladi. Kapli darajasida tomchilash sistemasida suv beriladi. Mana shu ko'rib turganingiz lavanda, yong'oq, bodom, sliva hammasi kapli sistemasida suv beriladi bularga. Mana shunday zaxira suvimizdan 5 ta bor. Har bir kerakli 10 gektar, 20 gektar yerda suv qo'ylanib basseyn qilingan. Именно suv zaxirasi uchun. Alihan Organik Agro kompaniyasi mana texnikalarimiz ham bor. Yerda ishlash uchun texnikamiz yetarli. Undan tashqari asalarichilikda ham yo'lga qo'yganmiz. Xudo xolasa yana yil bahordan asalarni ham ishga tushiramiz. Dehqonlar keyin ishlaydigan mehnat uzoq yaqindan kelgan dehqonlar uchun hordiq chiqarish uchun yotoq joylar ham mavjud bizda, kuxnya mavjud. Hammasi shu joyda sharoit yaratilgan. Xudo xolasa zavod qurilgandan keyin ishchilar yotoq joylar bilan ham ta'minlanadi. Xudo xohlasa o'shanaqa yaxshi niyatlarimiz bor. Bu yotoqxonamiz 2 kishiga mo'ljallangan, shkaflaridan iborat. Mana yangi mebel hammasi bemalol joylashib yashashi mumkin, hordiq chiqarish. Kechki smenga qolganlar ham shu yerda dam olishi mumkin. Oilaviy uchun mo'ljallangan xona, 2 kishilik yotoq joy, shkaflaridan iborat. Hammasi yotoq oilaviy uchun bular. Har kimga aziz tug'ilgan joyi,
tog'lar bog'i tuprog'i loyiq. Mening qishlog'im ota makanim, endi boshqacha uning chiroyi. Siz ham jo'r bo'ling ardog'imizga, bir kelib keting qishlog'imizga. Siz ham jo'r bo'ling ardog'imizga, mehmon bo'lib keling qishlog'imizga. Bir kelib keting qishlog'imizga. Agar bir ko'rsang qaytging kelmaydi, buni qishloq deb aytging kelmaydi. Ko'zni yayratar go'zalliklari, ko'zni yayratar go'zalliklari. Deysan shahrim ham shundoq bo'lsaydi, deysan shahrim ham shundoq bo'lsaydi. Vaqt qaynab turgan bulog'imizga mehmon bo'lib keling.